Happy birthday. Ko'rininglar mollar yemini ber. Oho, tug'ilgan kunmas to'y bo'lib ketibdi-ku. Yexti suvchincha jirjangaq yuppi vafli tort. To'y bo'lib ketibdi-ku. Dada tug'ilgan kuningga aytgan sog'om olib keldingizmi? Kanishda bolajonim, mana iPhone 17 1 terabaytligi. Oranjeviymas oqqina dedi-ku. Kerak emas, bu oqmas ekan. Sizlar meni yaxshi ko'rmaysizlar. Ana ko'rdingizmi, bolaga diski travma berdingiz. Dada meni tug'ilgan kunimga va'da qilgan sovg'ani olib keldingizmi? Kanishda mana senga 2 yoshli toshcha olib keldi. Yo, dali, endi meni boychivorim bor. Tutma. Bolam bu yil tug'ilgan kuningga toqqa olib boraymi yo parkka olib boraymi? Voy, park bilan toqqa har kuni boradi-yu. Yo, bu safar Dubayga olib borasiz, dada. Obid ketmanchayni ketdik bug'doy sug'arishga. Dadasi bugun tug'ilgan kuni-ku bug'doy uy sug'arib kelag'ay. Bu borib g'o'zapayoyadi. Zing'illab olam. Osh, qozon-kop, shashliklar tayyor. Stekchi stek. Stek nima u? Ana non palov ham tayyor. Ye, aya, osh palov qilaman dedingiz-ku. Bu ham palov bolam, faqat non palovda. Pizza ham zo'r ekan. Qozon-kop ham xil-xil bo'pti. Kimga qanaqa tamlisidan? Menga gold, menga apelsinli bolam. Dada bu yoqdan chiqib jo'ralar bilan dachaga boramiz. Bo'ldi, toychog'im. Ava. Yaqinlarni birlashtiruvchi tam. Aya, meni tug'ilgan kunimga boshqa ovqat yo'qmi? Bo'ladi, shu tug'ilgan kuningni qolgani yangi yilda qilamiz. Yes, men yilida 2 marta tug'ilganman. Aya, sinfdoshlarim ham aytmaylimi? Yuppi ichding, non palov yeding, yemaganing bitta tayoq qoldi. Hozir tayoq ham deydi, ana olib kelgan otimni ham sindirib tashlayman. Yo, bo'ldi, tavba qildim, chaqirmayman. Ota-onalarimiz nima desa xo'p deb yog'och otga xursand bo'lgan oxirgi avlod bizlar bo'lsak kerak. Toki ajoyib